hayotda yasharkanmiz har doim sinalamiz. Yo bizni sinashadi, yo biz sinaymiz. Yo hayotning o'zi insonlarning bir-biriga kimligini bildirib qo'yadi. Bir jamoa bilan bir joyga yo'lga chiqasiz, do'stlar bilan safar davomida kimni nimaga qodirligini, yaxshi yoki yomonligini, to'g'ri, egri, hammasini tushunib yetasiz. Vaqt kerak bo'ladi. Va qarorlar berasiz. Shu odamlar bilanmi davom etaman, bu odamlar sizmi davom etaman kelajakda. Bir ish bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu siyosatda ham, iqtisodda ham, hamma narsada, o'zaro munosabatlarda ham, hatto oilada ham. Shu bilan davom etamanmi, bular bilan davom etmaymanmi deb qarorlar berishga to'g'ri keladi. Bir latifa sifat nima aytib beraman. O'rdaklar bir ko'lda yashar ekanda, ko'lni rasvo qilib yuborishibdi, sasib ketibdi ko'l. Yana o'sha ko'lni sasitgan o'rdaklar ko'lni sassiqligidan norozi bo'lib bosh ko'tarib, o'rdaklarning boshlig'ini o'ldirishdi. Va o'zlariga yangi boshliq tayinlashibdi. Yangi boshliq bir ikkita xufiya o'rdakni chaqiribdi-da, shpionni. Bir debdi, uchib debdi, atrofda qaranglarchi debdi, balki yangi bir ko'llar. Bular bo'lmas narsaga nadomat chekamiz-ku. Bekor bo'ldi, yaxshi bo'lmadi, qaniydi shunday bo'lmasa edi, nega bunday bo'ldi, nega meni hayotimda bunaqa bo'ladi, bo'lmasa edi, falonchining hayoti yaxshi-ku, nega meni hayotim bunaqa, Xullas, norozi bo'lamiz, gohida isyon qilamiz, ko'p bo'ladi. Hammani hayotda ham bo'ladi desak bo'laveradi. Mana shu mavzuda bir hikoya bor. Bir odamni bir oti bor ekan. O'sha oti bilan omoch tortib tirikchiligini qilar ekan. Bir kuni o'sha ot qochib ketib qolibdi. Ot qochib ketsa, qo'shnilar aytibdi, juda yomon ish bo'ldi. Falonchini oti qochib ketdi. Endi tirikchiligini nima qiladi? Qanday qilib bola chaqa